Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Rossiyada o'zbek migranti qo'lga olindi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Kursda o'zbek muhojiri avariyaga sababchi bo'ldi. 2025-yil 3-oktyabr kuni Kurs viloyatida O'zbekiston fuqarosi ishtirokida halokatli YTH sodir bo'ldi. Kursk viloyati sudlari matbuot xizmati xabariga ko'ra, xizmat mashinasida haydovchi bo'lib ishlagan 33 yoshli Farruhbek Dehqonov 5 nafar yo'lovchini olib ketayotgan bo'lgan. Magistral yo'lda u yo'l harakati qoidalarini buzgan, oraliq masofani saqlamagan va o'tib ketayotgan transport vositasiga borib urilgan. To'qnashuv natijasida yo'lovchilardan biri o'sha joyda halok bo'lgan. Yana bir necha kishi turli darajadagi tan jarohatlarini olgan. Erkak voqea sodir bo'lganidan darhol qo'lga olindi va Kursk viloyati tuman sudi tergovchining iltimosnomasini ko'rib chiqdi va tergov tumaniga qadar uni 2 oyga hibsda qoldirdi. Migrant haydovchilarga tavsiya: yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Ularga rioya qilmaslik nafaqat jinoiy javobgarlikka olib keladi, balki o'zingiz va boshqalar hayotini xavf ostiga qo'yadi. 7-oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinga telefon qildi. Bu haqda O'zbekiston rahbariyatining matbuot xizmati xabar berdi. Oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston Rossiya keng qamrovli strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish va mustahkamlashning dolzarb masalalari muhokama qilindi. O'zaro tovar ayirboshlash va ko'rsatkichlarning o'sish sur'atini davom ettirish, yetakchi korxona va kompaniyalarning sanoat, energetika, qishloq xo'jaligi va boshqa ustuvor yo'nalishlardagi kooperatsiya loyihalarini ilgari surish, ikki mamlakat hududlarining ishbilarmonlik aloqalarini kengaytirishga alohida e'tibor qaratildi. Faol madaniy gumanitar almashinuvlar davom etayotgani katta mamnuniyat bilan qayd etildi. Tomonlar xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashdi. Bo'lajak tadbirlar rejasini muhokama qildi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy markazida MDH yagona mehnat bozorini shakllantirish doirasida migratsiya siyosatini shakllantirish mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbir Rossiya prezidenti maslahatchisi, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson huquqlari bo'yicha kengash raisi Valeriy Fadiev boshchiligida delegatsiya tashrifi doirasida tashkil etildi. Davra suhbati Milliy markaz tomonidan Tashqi ishlar vazirligi, Migratsiya agentligi, shuningdek Rossiya prezidenti huzuridagi kengash va Peterburg muloqoti forumi hamkorligida amalga oshirildi. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayev O'zbekiston hukumati Rossiya idoralariga ushbu mamlakatda ishlashni istovchi fuqarolar uchun Toshkentda maxsus tayyorgarlik markazi ochish taklifini berganligini ma'lum qildi. Biz bir necha bor migratsiyaga tayyorgarlik ochish uchun ko'p tarmoqli markaz tashkil etish taklifini berganmiz. Bu amaliyot pandemiya davrida sinovdan o'tkazilgan. Hozir barcha tuzilmalar buni amalga oshirishga tayyor, dedi Musayev. Uning ta'kidlashicha, mazkur markazda Rossiyada ishlash uchun zarur bo'lgan patent olish jarayonlari, barmoq izlarini olish, suratga tushirish va kirish taqiqlarini tekshirish imkoni yaratiladi. Bu nafaqat hujjat rasmiylashtirishni, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlikni ham qamrab oladi. Shu bois migrantlar uchun katta yengillik bo'ladi, deya qo'shimcha qildi Musayev. Toshkentda Rossiyaga ketadigan fuqarolar uchun migratsiyadan oldingi tayyorgarlik markazi ochilishi mumkin. Migratsiya agentligi direktori Bekzod Musayevga ko'ra, O'zbekiston bu taklifni Rossiyaga taqdim etgan. Markazda muhojirlar uchun bir qator xizmatlar ko'rsatilishi rejalashtirilgan. Dastiloskopiya, fotosuratga olish, kirishi taqiqlanganligini tekshirish va sug'urta rasmiylashtirish. Shu bilan birga u yerda faqat hujjatlar emas, balki ishga chiqishdan oldingi tayyorgarlik ham amalga oshiriladi.